Muş orunlu bizni cem buluşukta şarait hazırlap vergen bizni muş hizmetke muvaffak kılan Cenab-ı Allah'a hamd etişiren. Demek ki bizim muş orunlu cem buluşumuz nurgun tosalgulağa duş geliş arkalık tosalgulağını yenip ötkendinkin balıkir atkan bir mesele. Aziz qarindoshlar, selamün aleyküm. Aleyküm selam. Uyg'urcha bo'layotdi, diqqat qilinglar. Diqqat qilib anglasanglar, tushunasizlar. Men Xitoy Gansu eyaleti Lanzhouda tug'ilib cho'ng'ilg'achqa Uyg'urcham bek yaxshi emas. Shunda o'sima, ya'ni Turkiyada turayotgan bolalarni yerim turkcha aralashtirayotganidan yaxshi endi. Shuningga apu so'rayman. Yani birisi mening uchun shunda jiq zaman berganligi uchun bu tashkilotni va bu yig'inni o'rlashtirgan kimsa bo'lsa, ashlag'ima rahmat aytaman. Meni bu yerga da'vat qilishinglar uchun dema rahmat aytaman. Biz rahmat aytamiz. Hozirgi tushuntirishimiz men dedim xalqaro seviye, Xitoy seviye, bir de Uyg'ur, Sharq Turkiston seviye, 3 seviyege bölüp tushuntirman degandim. Hozir biz 3-chi seviyede. Türkçesi düzey, yani öyle katlam, değil mi? Yani 3-chi katlamda. Sharq Turkiston bu zemin Xitoyningki birinchi resmi tarix eseri bo'lgan Simachanni yozgan Shijidimi ve keyingi zamanda milatdan evvelki 100 yılda yozilgan milatdan keyingi zamanda yozilgan Xan sülalasi tarixini Sharq Turkistonning onlarning to'prog'i bo'lganligini uchuq yozadi. Naq. Sharq Turkiston zeminining Xitoyning bo'lmaganligini keyingi Xitoyningki manbalar, tarix manbalarida ashuna yozadi. O'zlarining besivag'anligini yozadi. 1949'ning 6-oyda Amerikalıklar Sharq Turkistonda bir devlet kuruşga planlagan. 3 apandini siyosiy kuch qilib, Osman Baturni askeriy kuch qilib qilmoqchi. Ama o vaqtida vaziyat müsait emasdi. İkincisi, Stalin bunu tuyib qolgandan keyin Mao'dan bir yetkisi bo'lgan, ta'siri bo'lgan, huquqi bo'lgan birisini avatsanglar mo'yin